Assalomu alaykum. Kateol ishqibozlari. Mana bu kateol oldim. Hozir 20 minut o'tdi. Yaqdim. Zakonni istiyapti. Mana yarim qop ko'mir soldim. Yarim qop ko'mir soldim. Ya'ni 40 ga qo'yib qo'ydim. Zakonni istiyapti hozir. Mana tevaga termostat qo'ydim. Tepaga qo'ydim. Qo'ldan kuydiradigan darajada bo'ldi. Hozir ichkariga kirib turbalar ushadim. Tulbalarimiz isi bo'ldi уже. 28 minut o'tdi vaqt. Hozir shuni bir ko'raychi dedim. Uni ko'tarib qo'ysak, motor nasos qo'shiladi ana. Yana boshladi ana. Gazini berib. Necha qo'ydim ekan? 50 ga qo'yibman gradusda. 50 ga qo'ydim. Qaravoy. Yarim soatda уже qo'l kuyadigan bo'pti mana. Qo'l kuyadigan bo'pti. Xudo xolasa zo'r, effekt zo'r. Effekt zo'r. Zakonni. Xudo xolasa kateol zo'r. Yarim qop kateol. Yarim qop nima ko'mir soldim. Уже hali yonib bo'lgani yo'q. Уже 28 minutdan o'tdi mana 30 minut bo'lgandir hozir ko'rganimizga. Уже effekt zo'r kateol. Ustalarga rahmat. Mashina chiqib ketdi. Ujashi gradus ko'paysa ekan, gradusga yetib borganda o'zi avtomatik o'char ekan. U gradusdan sovigandan keyin yana qo'shilib ishlab ketaverar ekan. O yurak kallasi bunda ish ko'p ekan bunda. Zo'r narsa ekan bu. Xudo xolasa yonyapti. Ana alangalar. Kateol zo'r. Ana. 4dan 1da ham emas alanga. Ko'mir. Moshni. Xudo xolasa kateol zo'r chiqdi. Rasxod voshim kam ekan. Hali tashagan yarim qop ko'mirim hali yonib nima bo'lgani yo'q. 3dan 1 ham yongan ham yo'q ekan. Mana shunday turibdi ko'mirim. Omali effekt zo'r, isishi zo'r. Ustalar bergan pulimga minnatdor roziman. Sizlar ham mehnatingizga rozi bo'linglar ustalar. Strelkamiz bo'pti mayog'i. Уже 40 dan o'tyapti ekan.